وصلاة ربي والسلام معطرا. Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir marta salovat aytsa, Alloh taolo unga 10 marta salovat aytadi deyilgan. Bu naqadar buyuk bir tijorat qarang. Husayn ibn Ali rahimahulloh aytganlarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ko'p salovat aytish bu ahli sunnaning alomatlaridan deganlar. O'zi bunga Alloh taolo buyurgan. Ahzob surasida Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Albatta Alloh va uning farishtalari payg'ambarga salovat aytadilar. Ey iymon keltirganlar, sizlar ham u zotga ko'p salovat, salomlar yuboringlar degan Alloh taolo. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlarki, agar banda nafaslari adadicha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat yo'llasa ham u zotning haqqini ado qila olmaydi deganlar. Ya'ni Rasulullohga ko'p salovat aytish kerak. Bo'lib ham juma kuni, ya'ni ham ta'kidli bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yuborilgan salovatlar Rasulullohga ko'ndalayin qilinadi deyilgan. Alloh taolo men ruhimni qaytarib, unga alik olaman deganlar hadisda. Shuning uchun ham salaf solihlar mana bu salovat aytish borasida bir-birlari bilan musobaqalashganlar. Chunki buni fazilatini bilganlar ular. Muhammad solih Usaymin rahimahulloh aytganlarki, Alloh taoloni va rasulini yaxshi ko'radigan inson Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishni tashlab qo'yadi deb o'ylamayman deganlar. Ya'ni buni fazilatini bilgan odam salovatni tashlamaydi. Bo'lib ham juma kuni yana ham ko'proq aytish kerak bo'ladi, ta'kidliroq bo'ladi. Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlarki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga salovat aytish insonning qilgan duolarining ijobat bo'lishiga sabab bo'ladi. Gunohlarning mag'firat qilinishiga sabab bo'ladi va insonning g'am tashvishlariga Alloh taolo kifoya qiladi. Va qiyomat kuni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga mana shu banda yaqinroq bo'ladi degan. Yani qancha buni fazilatlari bor qarang. Shuning uchun ham mana bu salovatni bir-birimizga ko'p eslataylik, tashlab qo'ymaylik. Bu Alloh taolo muvaffaq qilganligidan, o'zi aslida Alloh taolo yaxshilikni iroda qilganligidan. Ibn Javziy rahimahulloh aytganlarki, agar Alloh taolo bandasiga yaxshilikni iroda qilsa, uning tilini Nabiy sallallohu alayhi vasallamga salovat aytishni osonlashtirib qo'yadi deganlar. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim va ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.